Просто u laparoskopiyada tuxumdonni yarmini olib tashlamaydi-ku. Mana shu kistani o'zini oladi. Masalan, bizda qancha muddati bor? Hozir ekoga borishingizgacha davolab berishimga qancha vaqtimiz bor? Hozir bugun lechenniya olsam, ertaga keyingi oyga so'rilmaydi-ku deb kelishingiz mumkin demoqchiman. U yoqda ham kutib turmaydi-ku sizni. Ham undan tashqari возрастimiz ham bizga follikullarni umrbodga berilmagan-ku. Shuncha aytmoqchiman-da. Endi bu stimulyatsiya qilolmaydi deb nasabga qilish uchun qo'ydi. Chunki yerda kista turibdi, stimulyatsiya qilsa, o'sib ketib qoladi, kattalashib ketib qoladi. Aslida ajratib olish uchun o'sha yaxshi follikularingizni stimulyatsiya qiladi baribir. O'shaning uchun ular ham shuni so'rdirib keyin deyapti. Hozir sizga ko'p yozib bergani bu tuxumdonga dam bermoqchi. Tuxumdon ishlab turadi. Va u yalinadan keyin baribir so'rilmasligi mumkin, u ham 100% so'riladi degan emas. Lekin mana shu holatlarni kelib chiqishiga sabab kistaga aylanib qolishi prolaktin bilan bog'liq holat. Mana shunaqa paytida masalan o'zi follikulyarniy kistalar 1 yilda 2-3 marta paydo bo'lib qoladi. Lekin bu follikulyarniy kista emas-da, keyingi oyga so'rilib ketsa, u follikulyarniy kista. Bordi-yu razmeri 3 sm-gacha bo'lsa. Ana endi yana so'rilmaydigan kistalar ham bor. Mana bu kistalar masalan ichida qon saqlaydi, gemorragический bo'lishi mumkin. Qattiqroq modda saqlasa endometrioziy kistalar ham bo'lishi mumkin. Ular so'rib bo'ladi, sasud rejimida hozir ko'rib beradi, qon tomirlari bormi, yo'qmi, ichidagi suyuqlik qanaqa, anexagenmi, giperekogenmi, shunga qarab yozib beradi. Просто bugun lechenniya yozib ertaga boshim keladi deb turib olmaysiz demoqchiman.